Ronaldoning eng katta armoni, jahon chempioni bo'la olmagan afsona. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun futbol tarixidagi eng hissiyotli va bahsli mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Cristiano Ronaldoning Portugaliya terma jamoasidagi yo'li yakuniga yetdi. Bu yakun endi orzu qilgandek emas, balki alamli mag'lubiyat bilan tugadi. 2026-yilgi jahon chempionatining play-off bosqichida Portugaliya Ispaniyaga 0-1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv taqdiri so'nggi daqiqalarda hal bo'ldi va Portugaliya mundial bilan xayrlashdi. Shu bilan birga Cristiano Ronaldoning ham jahon chempionatidagi so'nggi sahifasi yopildi. Bu mag'lubiyat oddiy mag'lubiyat emas edi. Chunki Ronaldo uchun bu nafaqat navbatdagi turnir, balki bolalikdan orzu qilgan jahon kubogini qo'lga kiritish uchun oxirgi imkoniyat edi. Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. U 5 karra oltin to'p sohibi, 5 karra UEFA Chempionlar Ligasi g'olibi, Portugaliya bilan Euro 2016 va UEFA Millatlar Ligasida zafar quchgan. Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to'plar sifatida yuzlab rekordlarni o'rnatdi. Ammo uning faoliyatidagi bitta bo'shliq qolmoqda. Bu jahon chempionligi. Ko'pchilik Ronaldoni doimiy Lionel Messi bilan taqqoslab kelgan. Messi 2022-yilda jahon kubogini qo'lga kiritib, o'z faoliyatini deyarli mukammal yakunladi. Ronaldo esa bu sovrinni qo'lga kirita olmadi. Bu esa futbol muxlislarining o'rtasidagi bahslarni yanada avj oldirdi. Lekin futbol faqat kuboklardan iborat emas. Ronaldo qariyb 20 yil davomida eng yuqori saviyada o'ynadi. Har mavsum o'z ustida ishladi, rekordlarni yangiladi va millionlab yosh futbolchilar uchun namuna bo'ldi. 2026-yil mundialda ham u maydonda odatdagidek katta ishtiyoq bilan tushdi. Ammo vaqt hech kimni kutmaydi. Yosh futbolchilar yetib chiqmoqda, futbol o'zgarmoqda va har bir afsonaning ham bir kun kelib xayrlashadigan vaqti keladi. Ispaniyaga qarshi o'yindan keyin Ronaldoning yuzidagi tushkunlikni ko'rgan muxlislar bu lahza naqadar og'ir bo'lganini his qildi. Chunki u faqat o'yinda emas, balki butun faoliyat davomida quvgan eng katta orzusi bilan ham xayrlashayotgan edi. Shunga qaramay, bir narsani unutmaslik kerak. Jahon kubogini yutmagan afsonalar juda ko'p. Futbol tarixida buyuk futbolchi bo'lish uchun albatta jahon chempioni bo'lish shart emas. Cristiano Ronaldo aynan shunday afsonalardan biri. Uning rekordlari, mehnati, intizom va futbolga bo'lgan muhabbati uni tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri sifatida abadiy qoldiradi. Balki u jahon kubogini ko'tarmagandir, ammo millionlab insonlarning qalbini zabt etdi. Ba'zida esa eng katta g'alaba kubok emas, balki insonlar xotirasida qolishdir. Sizningcha Cristiano Ronaldo jahon kubogini qo'lga kirita olmagan bo'lsa ham, barcha davrlarning eng buyuk futbolchilaridan biri bo'lib qoladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.